Mastura gapiradi ham, hamma narsani biladi hamda. Ne po'choqni asos? O'tirib yiyin desam yo'q, menga tikka turib yeyish yoqadi. Hammaga yoqimli ishtaha. Bular bir-biriga qanaydir qarama-qarshi. Iya. Nima iya? Men tushdim. Iteskin keyin kirib yotdimi, bir ko'rpa kasal bo'lib. Olim faqat men necha yil faqat yotib yig'laganman. Baxtdan agar tuzalib chiqsam, umraga o'z oyoqlarim bilan bormoqchiman shu. Bel va bo'g'im kasalliklari davosiz dard emas. Toshkent shahrida joylashgan Aydermed klinikasida shifokorlarimiz operatsiyasiz kasallikdan batamom xalos bo'lishga qaratilgan maxsus metodikasida bemorlarimizdagi bel va bo'yin grishasi, umurtqa pog'onasi stenozi, osteoxondroz, barcha bo'g'imlardagi artroz va artrit kasalliklari, tovon shporasi va plantar fassit kabi kasalliklarni davolashga yordam bermoqda. Davolanish metodikamizga avvalo sog'lom turmush tarziga qaytish, maxsus mashqlar yordamida tana mushaklarini chiniqtirish, fizioterapiya, massajlar hamda og'riq qoldiruvchi konservativ davo usullari kiradi. Unutmang, bel va bo'g'im kasalliklari o'z holida yengillashuvchi kasallik emas. Tanani anglamas ekanmiz, kasallikdan xalos bo'la olmaymiz. Aydermed klinikasi esa bu yo'lda sizga yordam beradi. Bu dimlamada kletchatka ham bor, oqsil ham bor, uglevod ham bor. Qarang, mana bunda oqsil bor, mol go'shtida. Nimada karamda anaqa zelin bor, mana bolgarskiyda kletchatka bor. Yordam berdim, mana qizlarim yordam berdi. Endi ayrim kasallar bor, endi ular yoqdan bu yoqqa o'tirib turishlari qiyin bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Hamma uchun belgilanmagan kartoshka belgilanganlar uchun beramiz. Hamma mana paxtalarga bo'lgan, yaganalarga bo'lgan, hammani boshiga tushgan. Hammasi ro'zg'ordor xotinlar. Necha kishiga mo'ljal olib ovqat qilishni hamma biladi-ku, endi baribir. Juda mazali bo'ladi. Bo'lmasa baribir duo ketgan-ku, ko'kda ovqati baribir mazali bo'ladi. Hozir pomidor bodring qo'shdim. Bilasizmi, bundan oldingi nechta joylarda, endi bitta joyda 15 yil ishlaganman. Kollektiv bilan 30 talab, 40 talab odam o'zimizga dachalarga dam olgan chiqardik. Yotib borib dam olib kelardim. Men nagli aytardim, dam olgani kelganman, viza taqamanglar derdim. Bu safar bilmayman, o'zim rostdan ham ro'zg'or sog'inganman birinchidan. Keyin menga o'sha muhit aytdim-ku sizga, mashinadan tushganimdan keyin menga boshqacha kayfiyat berdi. Ne po'choqni asos? Artistlar kimdir shunday. Bodringni po'chog'ini artmaydi-yu. Masturappa, siz ovqat qiling, bular o'zi bilgan. Bodringni po'chog'ini artilmaydi-da, chunki vitamin hammasi bodringdir. Bodringni qo'y, bular ham o'zini bilganini qilsin. Yo'q, bodringni artmaydi po'chog'ini. Shunaqa qilib olinglar deyishdi, ha deb biz. Kimdir aytdi shunaqa deb, zebra. Yo'q, o'zini endi bilganini qilinglar. Men ham o'zim bilgancha salat qildim. Ikkinchi kunga ovqatni birga harakat qildik. Endi birinchi kunga to'g'risi yordam bera olmadik. Nimaga? Pichoq 2 dona, taxtakacha 2 dona edi, 2 kishi qilishib, nima qilishdi. Ikkinchi kunga endi olib kelib berishdi, hamma yo'qdi. Qildik, harakat qilib hammamiz ovqatga men tusha olmadim. Ozgina hazm qilishga Erta bilan turaman, nahorlashda. baribir aytarkan Zoyajon. O'ng qo'limdan inayu tizzamda kashta. Rabadabadabadam. O'tirib yiyin desam yo'q, menga tikka turib yeyish yoqadi. O'tiring biz bilan birga desam yo'q, tikka turib. O'shani ham boshqacha bir xali rolga kirib, obrazlarda gapirib beryaptilar. Qarang, odam o'zini ishiga shunchalar mehr bersa, shunaqangi chiroyli ko'rinar ekan. Shu ayolda yana ham men amin bo'ldimki, odam o'zini o'sha tanlagan kasbi bo'yicha nima deydi, ishonch bilan ketish kerak ekanda. Bu xotinda ham, mashhurada ham ko'rdim shu narsani. Biz mana shu proyektimizga aktrisalarni ham zo'r tanlagansizlar. Yoqimli ishtaha oyijon. Voy rahmat. Qo'lda yeyishimni qaranglar. Bilka bilan qo'shib topolmayapman. Bilasizmi nima uchun? To'g'ri. Hech qisi yo'q. Hijolat bo'lmang. Qo'lga yegani baribir nima shirin, ha? O'zimni qo'lim. Ana, o'zimni qo'lim. Lekin sizlar ovqatlaringiz mazali bo'libdi deb aytdilar. Buning uchun endi Masturaxonga katta rahmat-da, zo'r ishonchni oqladi. Mastura gapiradi ham, hamma narsani biladi hamda. Hammaga yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Biz esa sizlarga xalaqit bermaymiz.
mazza qilib tanovul qilinglar. Juda shirin ovqatlar bo'ldi. O'choqli ovqat ayniqsa juda shirin, maza qildik. Yaxshi bo'ldi, hamma yo'q. Voy zo'r bo'pti, Nasir opa oshxonani o'tdikini anaqa sizga topshirish kerak deb keyin shunaqa deyishdi. Men lecheniya olgani kelganman, men dam olgani kelganman dedim. Ana endi go'zal qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat, oyoqlarni chigalni bir yozaylik. Marhamat, ket. Rahmat. Ana endi biz sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlarga yaxshi dam. Bo'ldi, majol mehmon bo'lgansiz. Qoling bizlar bilan. Qo'moqchi edingiz. Qo'moqchi edingiz-ku. Aslan nima deb o'yladinglar? Shuni bilamadim. Oyijon, qarang, shunchalik sizni yaxshi ko'radilarki, endi kayfiyatlari uchishni boshlaganda siz ko'mlamadiganingizda keyin birgalikda Sizlar yana kelaveramiz. Sizlarni ko'rsak kayfiyatimiz. Dachiga kelishga yoqmaydi deysizlar. Har kuni keldingizlar ham kelaveraman. Allohni nazari tushgan odamlardir bizlar balki. Endi bir Allohning mukofotidir. Ana bir oy o'tibdi, yaxshi. Bu yerga kelishni o'zi maqsadimiz shu davolanish, shu kasallardan qanday desam qutulish. Bu bunaqa nimalar qilishlari, lekin bizga qanaqadir podarkada, yana Allohning bir podarkasida beribdi. Maza qilyapmiz, rahmat. Bel va bo'g'im kasalliklari davosiz dard emas. Toshkent shahrida joylashgan Aydermet klinikasida shifokorlarimiz operatsiyasiz kasallikdan batamom xalos bo'lishga qaratilgan maxsus metodikasida bemorlarimizdagi bel va bo'yin grishasi, umurtqa pog'onasi stenozi, osteoxondroz, barcha bo'g'imlardagi artroz va artrit kasalliklari, tovon shporasi va plantar fassit kabi kasalliklarni davolashga yordam bermoqda. Davolanish metodikamizga avvalo sog'lom turmush tarziga qaytish, maxsus mashqlar yordamida tana mushaklarini chiniqtirish, fizioterapiya, massajlar hamda og'riq qoldiruvchi konservativ davo usullari kiradi. Unutmang, bel va bo'g'im kasalliklari o'z holida yengillashuvchi kasallik emas. Tanani anglamas ekanmiz, kasallikdan xalos bo'la olmaymiz. Aydermet klinikasi esa bu yo'lda sizga yordam beradi. Ana boshlaymiz. Tayyormisizlar? Tabiat qo'ynida chiqqanimizda ertalab zo'r edi. Toza havo. Katta rahmat. Birinchi qo'lda. Tayoqni yerga qo'ying, tog'a. Mana shundan boshlaymiz. Ketdik. Zo'rg'a mana bo'ynimizdan birov sudragandi, go'zalni necha marta so'kib chiqib kirmas, bormaymiz, uxlaymiz, endi nimalar desa deb chiqdik, lekin chunki bitta hali nima deydi, bu faqat bu sizlar uchun, jamoa uchun yo doktor uchun emas, men o'zim uchun chiqdim bitta. Agar o'zimga meni shunaqa bilasizlar, qaysar xarakterim bor, agar kimdir uchun bo'lganda bormasdim. Balandroq, qani? Oyoq ko'tarilyaptimi? Uzilganday bo'ladi. Erta tur deganicha nima qildikda, keyin ashu tepaga chiqqandan keyin, mashqlarni qilgandan keyin tetiklashdik, kayfiyatlar nima bo'ldida. Och
toza havo bilan haligi odam kayfiyatini ko'tarar ekan. Turgan holatda bitta to'g'riga to'xtab, nakansa qayrib, yana bitta to'xtab, yana keyin chapga o'ngga. Yaxshilab bo'yin ishlating, Azamat, bo'yinni. Tezroq. Bu nima? Silavisizlar. Bir to'g'ridirish kerak. Ha. Chiqib ham ketadi arada. Quyoshga chiqishini yaqindan ko'rdik. Atmosfera juda ham ajoyib ekan. Mana bitta mana shu uyni qilganda bir sidqidildan qilish kerak-da u. O'zlaringga tushun. Mashq qilib qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Yo'q, qolib ketganim yo'q. Qo'l mana yo'q. Qo'l tepaga boradi, keyin tortasiz. Mana bunday qilishni men ham bilaman. Qattiq mana. Kurak bir-biriga kelib yopish kerak-da, bir-biriga tekish kerak mana. Mana orqa oyoqni ham to'g'ri qo'yamiz. Mana. Shu holatda belni bukam, belni ushlab olinglar mana. 1 2 3 Yo'q, erinchoqlik qilmadim. Tizzamga qilinadigan mashqlar doktor отказ qilganlar tizzam uchun. Ularni qilmadim. O'sha zalda ham trenerga aytganlar doktor. Tizzamga shug'ullanganim yo'q. Tizzamga emas, boshqa nimalarga shug'ullanyapman. Yaxshi bo'lishga o'zlaringni ishontirishlaring kerak-da. Hozir men aytayotibman, siz majburan xohishingiz qilmasangiz, sport shunaqa narsa. Ozgina harakat bo'lsa, tetiklik qaytadi, ketdi, davom etaverasiz. Hozir lanjlikni yengib, keyin shug'ullanaman desanglar yutqizasizlar. U narsa yo'q, bo'lmaydi endi. Tushundinglarmi? Lanjlik bo'ladi. Lanjlik fonida biz tetik bo'lishimiz kerak. U kishi ko'rsatib bergan yo'ldan ketyapmiz-da. O'zi bizni rosa qiynalib yurgan ekanim, to'g'risida. Juda qiynalib yurgan ekanim. Ukol, dori, fizioterapiya, qayga nima tabib eshitsak borib, ana shu 14 yildan beri shuncha azob chekib yurgan ekanim. U yo'li oson ekan. Rejimli ovqatlanish, mashq bilan ham. Hozir tez shug'ullanlar, keyin tortamiz piyoda, yuguramiz yoqqa. Birga. 1-2 yurish o'rganib ketamiz keyin. Tushunarlimi? Tekis yo'l, bironta mashina yo'q, toza havo, salqin. Qani tort. Azamat, ko'taringlar mundek. Mana ko'rmaysizmi? 65 ga kirgan. Siz qo'lni qo'yib ko'tarib turibsiz-ku. Qani? Zato qoringacha ketyapti. Mashina o'tyapti, sizdan o'tyapti. Mashqlar ham zo'r bo'ldi, yurish zo'r bo'ldi. 6 kilometrlar yurdik. Bunaqa anchadan beri yurmagandim. Uzoqlating oyog'ingizni. Ha, mana shunda nima bo'ldi hozir? Orqa og'ridimi tamom? Yana uzoqlatish. Nima ochmayapsiz shuni? Bugun 21 kun bo'ldi. Yotmang, dash davom eting, ketdik. Og'rida, ha? Bel og'riydi-da. Bel ishlashga kerak endi. Necha kilo ozdingiz? 4 kilo ozdim. Kamga 4 kilo. Ben hayronman. Ovqatim kam. Ketdik. Vobshe bergan ovqatni ham yarmini yeyman. Yana. Zo'r, go'zal. Oyoqni ko'tarmang, hozir uraman hozir orqasiga qarab. Mana ko'tarib yuryapsiz. Endi buni uraman endi. Ko'tarmang. Iya. Nima iya? Bilasizmi, menga eng yoqqan tomoni peshkun kelganimiz yoqdi. Necha soat yurdingiz? 1 soat yuribman, rossa rovna. 10 takam 7damikan yo'lga qaytdik. 8 yo'q, 10 takam 6da qaytdik, 7ga yetib kelibmiz. 1 soatda 4,5 kilometr deyishdi, shunaqa bosibman. Peshkom 4,5 kilometr deyishdi qizlar. Bilmayman, shuni yurib bordi, oxirida 500 metrcha qoldimi, bilmayman, o'shanga lekin vashi chidolmadim. Odil aka orqa machasiga ham yurg'izdilar, billa yurdikda, ketdi gaplashib ana qilib, orqa machasiga yurg'izdilar. Foydali deb, keyin oldi machasiga yurib, mana shunaqa qilib, yo'q, hali o'qiluvni olgan ekanmiz, tayanib o'shanga amallab nima qildik. Lekin charchaq, nihoyatda charchaq bo'ldi endi. Odam juda charchadi. O'sha charchoq ham qandaydir nima, boshqacha bir nima bo'ldi, yoqdi lekin menga. Salom hayotga, men qaytdim. Salom hayotga. Ko'p yeyish mumkin emas. Daraxtlar, havosi, o'rtada mevalardan yeb keldik. Hammasi zo'r, ajoyib bo'ldi. Vobshe ta'sir ham qilmadi. Kasallik ham hamma o'ynab kulib qaytdik-da, maymunjonlarni terdik.
har xil mayda olmachalar, yo'lni kirdiganmiz bor. Hammasini maza qilib terib keldik. Men mashinaga binmas ekan. Nigor yuzsimi? Qanday ekan? Mazza. Endi shunday baxtlibizki, Odiljon. Shuncha odamning ichidan tanlanganimizga 5 kilometr yuribmiz qarang. Tog'da mashq qilib, piyoda nima Odiljon boshchiligida shunaqa mazza qildik, ham tog'dan toza havo oldik. Yana to o'sha dachamizga kelguncha 5 kilometr ekan. Shuncha joyda piyoda bosib, hech qachon to'xtamasdan 5 kilometr yurmaganmiz-da. Plangazi degani siz harakatni ochadigan darajada mashq qilyapsiz-da, tepaga ko'tarilmayapsiz. Bu nimaga o'xshaydi bilasizmi? Misol bir inson bir kunda 8 soat ishlasa, uyda ro'zg'origa faqat yetib turibdi. Agar 10 soat ishlasa mashina oladi. Agar 12 soat ishlasa uyni yangilab oladi. Siz nima qilmoqchisiz hozir? 8 soat ishlab turib ham uyni yangilamoqchisiz, ham mashina olmoqchisiz-da. Bu degani keyingi o'ringa chiqish uchun nimadir mehnat qilish kerak. Sizdan ko'zi achishdimi? Yoki yonboshlashdim, xayr achishdi hozir. Tizani ko'zim bo'ldi, chiqing unda. Unda chiqing bo'ldi. Oching. Tizani ko'zi bo'lsa chiqing. Yana oyoq tizza. Sal qayralib qolib, og'riq kuchayib ketdi. Mashinaga olib olishdi bolalar. O'qlov nima uchun emas, xassa emas sizlarga. Ey insonlar, qo'lga ko'taramiz uni. U xassa emas, u xassa qo'ygansiz sizlar. Mana ham bitta mashq paxodim, mana qomat to'g'lab ketadigan, ichiga oladigan mana qarang. Men ko'tarib beraman. Tizangiz belingiz og'rimaydi. Bo'yningiz og'rimaydi. 72 yoshda shunaqa og'rimasligi uchun nima narsa qilyapsiz mana yoshdagi? Buni qarang, qiyshab qo'yaman. Ne qishyapti? Mana zo'raydi, to'ng'ayib zo'raydi. Bo'yni og'rigan, beli og'rigan. Nima qilish kerak bular? Sizga o'xshab 72 yoshdan og'rimasligi uchun. Ko'p harakat qilish kerak. Nima qilgansiz? Ko'p harakat qilish kerak. Biz dehqonchilik qilganmiz. Ishtilar to'g'ri harakatdan to'xtamaydi hech qachon. Bular emas, bittasi domla, bittasi blatnoy, birovga bo'ysunmagan, faqat harakatsiz bo'lganda. Omon bo'ling. Men uncha yura olmasdim. 4 kilometr deyishdimi, 3,5 kilometr deyishdimi? Yo'q, yurib keldik-da, yaxshi bo'ldi lekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uni ko'rgan odamlar, sizlar qayerdansizlar deb ular hayron. Bu men qaytdim, nima u, qanaqa? Deb bittasi, sizlar maxsus emasmisizlar, bir xil formaga ekansiz. Deb keyin biz tushuntirdik. Bizlar shu men qaytdim loyihasidan YouTube'ga kirsangiz, doktor Odilbek shu greja bo'g'im kasalliklar bo'yicha deb tushuntirdik. Ular shoshib qoldi, keyin adres beringlar bo'lmasa deb. Kasting qatnashchilar, shunaqa YouTube'ga kirsangiz ko'rasizlar, har kuni ko'rsatyapti. Grija, bel og'rig'i, artroz, tizza. Mana bu yaxshi ko'rdim. Shularni yig'ib olganmiz, davolayapmiz. Grijalar davolash. Qayerda turibsizlar hozir? Ahamiyat bergan bo'lsangiz, birinchi kadrda kirib kelishim qanaqa edi? Sumkamni ham ko'tarolmayapti o'dim. Qayergadir qo'yishim kerak shuni deb joy qidirib, menga u kameralar, menga olayotgan kadrlar ahamiyatsiz bo'lib qoldi, og'riqdi zo'riga. Men o'sha yerda nima peshkom yurib tushyapman. Hali mevalar yeb, hali qizlar bilan hayya qilib, baqir-chaqirlar qilib, mana o'zingiz ko'rdingiz. Tushyapman. Shu narsa ham menga kuch berdi-da. Oxirigacha keldim. Piyoda. Yo'lda ozroq toldi belim. Oyoq tolib, nima qildi? Faqat valigimga engishib, birpas dam olib turib, 2 marta mashinadan dam oldimda yetib keldik. Charchamadim lekin. Charchamadingiz. Oyog'imga kirganidan keyin rahmat aka dedim. Hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor sizlarni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Kayfiyatlar yaxshimi? O'xshamayapti yoki suvdan qo'rqyapsizlarmi? Assalomu alaykum, sizlarga ham yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi o'sha haftalik sinovimiz endi bugungisi suv bilan bog'liq bo'ladi. Bassenda bo'lib ham mana sal salqinroq havoda. Bizga tibbiy jihatdan muhimi bugun mana 22-kun jarayonda, 22-21 kuni nima bo'lyapti o'zi? Tanalarda bugungi holat, xudo xolasa 80-85 kunlarga borib 2 oylardan keyin taxminan yana boshqatdan test qilamiz va biz bilamiz. Hozir kimdir tizzasi og'rig'i kuchayib ketadi, kimdir belda og'riq kuchayadi, kimdir beli qotadi, qo'li uyushadi, tomir tortib qoladi. Shu narsa bizga shaxsan menga muhim.
Hamma dori-darmonimiz yetarli. Biz shifokorlarimiz 3-4 ta shifokor shu yerda xizmatda tayyor turibmiz, darrov qaraymiz. Tushunarlimi? Muhim biz o'zimizni testga. Suvga tushasizlar. Oxirigacha cho'milish shart emas, bosh bilan cho'milish, no. Suvga tushib, bo'yingacha suv kelish kerak va ichida turib yashish kerak. 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut biz jarayonni tashqaridan men kuzatib turaman. Ko'pto'ga o'ynaydimi, o'yin o'ynaydimi? Bu kishilar birga cho'milasizlarmi, ko'ramiz keyin jarayon qanday bo'lishini. Oldiniga o'sha chiqqanmiz ham tushmaymiz deb turganda bizga yarashmaydi. Qani biz endi bu yoshimizga o'tib qolgan, endi ko'rgan odamlar aytishi mumkin, bular o'zicha nima bizga dars u. Biz 20 minutlik darsni bajardik. Qo'rqmang, tana o'zi termoregulyatsiyaga doim tayyor bo'lish kerak. Mana semiz odamlarda u narsaning imkoniyati kam. Ertaga kimdir yallig'lanish kuchayib ketib, temperaturasi ko'tariladi, boshqa bo'ladi. Buni biz kutamiz. Itak ham shundoq havo o'zgargan paytda shamollab yotibsizlar-ku, yallig'lanib yotibsizlar-ku. Shuning uchun vohima qilib, menda unday bo'lib qoldi, bunday bo'lib qoldi demanglar. Sizlar biz nazoratdasizlar. Kimdir birdan tashlasa, tashlasin, farqi yo'q. Chuqurligi bo'yningizdan. Birinchi bo'lib shu yerda. Biz o'zi ko'p boramiz-da, oilaviy ham mana qilib ko'p boramiz. Ham siz shu bilganim uchun men bilmayman, qo'rqmadim. Tushganda ham oddiy tushmadingiz. Yo'q, sakrab Voy, ana bo'lmasa. Shunaqa qiralari bor ekan-a? Yana kimda bor shunaqa qiralari? Marhamat. Tushmaysizlarmi? Suzishni bilmaganim uchun xohlaman. Ammo ojoqni ham o'rgandilar, suzdilar. Endi yoshliklaridan suzgan ekanlar. Biz tushgan bassenda qirg'og'ida temirlari bor edi. Endi ham detskiy tarafiga o'tib olib, nima qilib o'rganadi o'tgan. Endi qirg'oq ushlaydigan joy ham yo'q ekan. Men aytdim, "Yo'q, men cho'kib ketsam, qutqarolmaysizlar, bersin katta" desam kulishdini. Marhamat. Yetmasa bu chekkaga devorga borib oling. Chekkaga. Qani 3 kishi bo'ldi, 3 kishi. Masturaxon tashladi, keyin Dildora, 3-chi bo'lib men tashladim. Oyog'im og'riganiga suvga tushsam tortishib qolmasmikin, tomiri tortishib qolmasmikin degan o'y bo'ldi. Keyin Odilbek o'zi sizlar sinayapmiz, shunda bilib olamiz, qanaqa qaytingizda qanaqa nima borligini degandan keyin, bo'lmasam tushishimiz kerak ekan dedik. Tushgandan keyin hech narsa bilinmadi. To'rtinchisi, 5-chi. Men tushdim. Ertasi kuni keyin kirib yotdimi, bir ko'rpa kasal bo'ldim keyin. Ya rahmat ish qilib bir kunga ematika qilishdi. Har qalay bugun yana mashqlarga borib, ana qilib. Maza qilib tushishga tushdimda, oyog'im tepaga ko'tarilib ketadi. Hammasi kuladi bilan ustimdan. Nima oyog'im ko'tarilib bilmayman lekin. Voy, qulog'imga tupurdi. Mana epladaysiz? Qo'lna tortayman, nima qilib olayman, qo'limni kirdirib olay. Qaysi qo'lingdan tort. 37 minut bo'ldi. 8 minut bo'ldi. Bo'ldi. Güzel. Oting. Yoniga otmang, daraxt otadi. Oting uzoqqa, oting Sarnozga. Ketdi. Xo'p, hozir mana 21 minut, deyarli 23 minut bo'ldi. Sizda yelka og'ridi, yelkada boshlandi. Beli kimniki og'ridi? Tomir tortishi. Qarang. Tomir tortishligi hech qanday vaspalitin protez emas, mushakning kuchsizligi. Buni yelkasini og'riganligi, buni yelkasida yallig'lanish bor degani hali. Hech kimning tizzasi og'rimagan bo'lsa, bu yutuq tizzada yallig'lanish yo'q degani. Xudo xolasa 80-kunlarga, 82-kunlarga, 11-haftalarga povtor qilamiz, undan men soatlab qo'yaman sizlarni. Kattaroq bassenda suzgan holatda, ozgan holatda yugurtiraman, o'ynataman. Tushunarlimi? Ketdik. Sizlar bilan tugadi, erkaklar bilan davom ettiramiz. Bo'ladi, siz ishoning, bo'ladi, tamom. Siz harakat qilmoqchi emassiz-da. Zona komfortdan oyoqni ko'tarib yonboshga bosishdan o'zgarmoqchi emassiz-da. Lekin harakat qilib ko'rdim. Qachon? Kechagacha harakat qildim. Kechalari ham harakat qildim.
Unaqa tipirchilab foydasiz bespotov harakatning ma'nosi yo'q. Siz aytganini qilib harakat qiling, bo'ldi. Mana shu ish qilib harakat qiling. Turing, kiyingizni kiying bitta. Yo'q, men tushmayman. Tushmasangiz ham kiring, o'tiring xatoda aka. Uni hozir borasiz, yurist keladi, yuz bilan gaplashasiz aka. Ketdi. Ketdi. Kalla. Qani ketdik. O'rtada ikki tomonda turib, u yoq bu yoqda. Ketdik. Domla. Biz bir tushdik. Ikkinchi marta yana qaytib tushdik. O'shanga nima tashlayman deb oyoqda ham urib oldik, ko'kartirib. Kala tashlashgan. Yo, pastda, basseyn ichiga tiqdi nima qildi. Lekin zo'r bo'ldi. Farruh aka, sizga hech bo'yindagi grijani sussang yaxshi bo'ladi deyishganmi? Sizgachi domla? Og'riq kelmagan, lekin aslida suzish bilan hech balo bo'lmaydi. Suzish bilan bo'yindagi, beldagi bironta 6 oy suzdingiz, ha? 6 yil 60 yil suzsangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Chunki suzgan paytda, suvda turgan paytda ham bironta mushak individual ishlamaydi. Hammasi kompleks ishlashga harakat qiladi, bo'ldi. Всё. Bu hammasi fuflamitsin. Xullas, suzishda bironta mushaklar guruhi alohida shakllanmaydi, mustahkam bo'lmaydi. Unda telekom butun tananing mushaklari ishlaydi, mana. Suzyapti, qarang hozir mana. Hamma mushak ishlayapti. Oyog'iniki ham, bo'yniki ham, boshiniki ham, hamma joy ishlayapti. Bironta bir umurtqa bog'lan suyagi alohida ishlayotgani yo'q u yerda hozir. Bo'ldi, undan kutuv xato. Kuzatib borayotganingizdek, Men qaytdim loyihasi ishtirokchilari o'z salomatligini tiklash yo'lida tinimsiz mehnat qilishmoqda. Siz biroz avval ko'rganingizdek, ular nafaqat hordiq chiqarishmoqda, balki murakkab shart va sinovlarni ham muvaffaqiyatli bajarishmoqda. Shu bilan birga ishtirokchilarning quvonchli kunlari ham e'tibordan chetda qolmayapti. Bugun loyihamiz ishtirokchisi Dilora Mochildiyevaning tug'ilgan kuni. Tinimsiz mashg'ulotlardan so'ng unga kutilmagan va unutilmas surpriz tayyorladik. Ularning tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun qizlari va boshqa yaqinlari Aydermet klinikasiga maxsus tashrif buyurishdi. Ammo eng qizig'i, bu tashrifdan ishtirokchimizning mutlaqo xabari yo'q. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Bundan qo'rqar sovg'a bo'lmaydi. Kecha shunday katta sovg'a oldim. Mana bugun shuncha ertalab o'ynaganlarimni ko'rdim. Men uchun katta baxt bo'lar. Sovg'amiz bor deylik sizga. Mana sovg'alar. Mana sovg'a bala, pullaringiz sovg'a. Rahmat hammalaringizga. Men Ochildiyeva Dilorom. 64 yoshman. Hamshira bo'lib ishlaganman. Bugun oyog'im og'riydi. Ana ko'p chopib yuborganmiz ham vaqtiga yiqilganamiz. Shu belimda grija bor ekan.
man oldin yugur bilan man unchalik nima qilmaganman, ha og'riyapti deb yuraverganman. Keyin 50 yoshdan biz pensiyaga chiqqandan keyin endi o'tirib qolaykansizda keyin bilin ekan. 2018-yildan keyin o'sha katta stresslar, dadam ketdilar, xo'jayin ketdilar, ikkita singlim ketdi, ustiga stresslar bo'ldi. O'g'limning hayoti ozgina o'xshamadi. Bular hammasi bo'ldi, meni o'tkaztirib qo'ydi keyin. Men keyin ko'chaga chiqsam birov shunday bo'ldi, shunday gapirsa achchig'im kelaydi-da, chiqmas edim. Men o'zimga o'zim qilgan ekanman, yo yuraverish kerak ekan. Men undan keyin ham tayoq suyanib chiqdim. Hamma, tayoq suyanib qoldingizmi? Oqsoqlanib qoldingizmi desa, yurmanman-da, men yurishim kerak ekan. Odamlar gapiradi, chiqmayman. Ana agar biron marta ko'chaga qatlab chiqmagandim shu paytgacha. Mana endi yurishim kerak ekan, doktorlar menga harakatsiz shunday bo'lib qoldingsan degani uchun mana endi ozgina harakatni boshlayapman, ozgina yuraman. Endi Xudo xohlasa mana lecheniyaga borib kelsak, endi yurishni kanda qilmayman, endi yuraman. Grijalar u yiqilishda asorati deb o'ylayman men. Endi ko'p chopganmiz. Mana kechasi ham, kunduzi ham farqi yo'q edi. Uyim yaqin. Kim balasini tomirga tusha olmasa, birdan telefon qilishaydi. Tez opa yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Endi bizga ko'pincha og'ir kasallar, kechasi qon qo'yish kerak, plazma qo'yish kerak, chopardim. Men shu yerdan ketaydim, 2 mi, 3 mi farqi yo'q. Borardim, go'yoqda yiqilib borardim, go'yoqda nima, shu ko'p yiqilganman-da. O'zimni o'zim qo'lga olib, endi xafa bo'lmayman deb, faqat kulib yuraman deb va'da berdim bolalarimga ham. Shu harakat qilaman hozir ko'proq kulib yurishga. Va'dangiz bajaryapsiz. Bajaraman, lekin hozir yig'lamayman. Olim faqat men necha yil faqat yotib yig'laganman. Yurmasdim ham, o'tirmasdim, faqat yotardim, yig'laydim faqat. Bittagi dugonamiz shu Odiljonni nima qildilar? Sizga ana shuni gruppasini tashlab beray, siz bir ko'ring, siz ana shu baladan tuzalasiz dedilar. Keyin shuni kirib nimalarni ko'rsam, menga yo'qdi, qandaydir faqat mashqlar qildirar ekanlar. Da ko'p yaxshi maslahatlarni ko'rib qoldimda, keyin qiziqib, faqat shu kishini kuzata bora boshladim, bir ikkita mashqlarni o'zimcha qila boshladim. Da keyin nima anketa to'ldirayotgan nimasini ko'rib qoldim. Qani bir to'ldiray, qani bu ham bir gap deb kasting uchun anketa to'ldirdilar birinchi. Anketaga siz nima qilasiz? Kastingga qatnashish mumkin. 30 dedilar. Bolalarim yuring sizni umraga olib boraylik deyishdi. Nimaga invalidni kolyaskaga bo'lsa ham olib boramiz deyishdi. Yo'q bolam, men invalidni kolyaskaga bormay to'xtaman, bir davolanib olay. O'z oyog'im bilan bormoqchiman degandim. Araga bu kishilar chiqib qoldilar. Xudo xohlasa mana agar Xudodan bo'lib baxtdan agar tuzalib chiqsam, umraga o'z oyoqlarim bilan bormoqchiman shu. Eshtinglar! Shunga adini ham bolacha qilib e'tiborini tortib o'tkazib bermoqchimisiz? Endi bu narsani ehtiyotkorlik va mana narsani yig'maysizlar. Hisob bo'ldi, boshqa narsa. Agar meni qizim tartibga men o'zimga javob beraman, o'zimdan o'tayotganini gapirib berib ular ham o'zi biladi. Manaqa kelib o'zimni ham boqlardim. Yo, men tizza bo'yi osh deb keldim, adashibman. Tizza bo'yi shashlik ekan. Meva-chevalar bilan. Bizga mumkinmikin deysan-da, mana olishga olyapman mana. Lekin qo'yishdi. Hali ruxsat bo'ldimi, yo'qmi bilmayman. Mana hamma narsa bor oldimizda. Malikamiz ham o'tiribdilar mana. Men qaytim, o'g'riqsiz